Abdullah ibn Muborak rahmatullohi alayhi voqeasi, podshoh qizi bo'yiga yetganda taqvo qizi bor edi. Katta podshoh, mamlakatning podshosi. Vazirlarni to'plab nima qilyapti? Fikr so'rayapti. Qizimni kimga turmushga beray? Xo'p. Vazirlar aytdi, palonchi boyga bering, mana podshohga bering. Ba'zilar aytayapti, ichida menga bering, biroq tashqarisida ayta olmayapti dedi. Oxiri navbat keldi. Muborak degan qulga navbat keldi. Muborak ana shu chekada turardi. Podshoh Muborakni chaqirdi. "Ey qul, keling siz ham o'tiring." Muborak, siz ham fikringizni aytingchi, xolisona aytingchi, qizimni kimga turmushga beray desa, Muborak rahmatullohi alayhi, "Podshoh qizingizni taqdirini men quldan so'raysin" desa, "Sen ham musulmonsan, haqqing bor fikr aytganga, aytgin" desa, Muborak rahmatullohi alayhi, "Agar mendan fikr so'rasangiz, unda men aytay omonat fikrimni. Yahudilar boyligiga qarab qiz beradi, nasroniylar chiroyiga qarab beradi. Biz musulmonlar taqvosiga qarab beramiz. Fikrim shu" dedi. Deganda podshoh hayron qoldida, shunday turdida, "Bo'ldi" dedi. "Men qizimni shu qul Muborakka turmushga berdim" dedi. Muborak rahmatullohi alayhining hushidan ketib qoldi yaqin. Podshohning qizi bir qulga turmushga chiqyapti-da. Ular nima nikohlandi, yashashdi. Ana shu ikkita taqvo qiz, taqvo kuyov boladan, quldan dunyoga Abdulloh degan zot dunyoga keldi. U kim bo'lsa, Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi tarixda o'tgan zamonda eng katta olim bo'lgan. Imom Buxoriyda shogird chiqargan, Imom Buxoriyning ustozi bo'lgan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi. Qarang, u kishining shunaqa ko'p shogirdlari bor, 1000 odamga dars berardi. Endi qiyomatgacha u kishining ismi ataladi, kitobda yoziladi. Har kim eslaydi, bayonda aytadi, ma'ruzada aytadi. Boyni birov esladimi? Mansablini birov eslaydimi? Kuchlini birov eslaydimi? Bo'ldi, yo'q bo'lib, chirib yo'q bo'lib ketdi. Boyligi hammasi yo'q bo'ldi. Alloh taolo aytadi, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon egasi o'limni sharbatini totadi. Har bir inson bu dunyoga onasidan qanaqa kelgan bo'lsa, qaytayotganda xuddi shunaqa ketadi. Shuning uchun onalar, birodarlar, ukalar, qancha bu dunyoda yashamaylik, bir kun baribir o'lamiz. Qancha uy qurmaylik, 2 metr qabrga boramiz. Qancha kiyim kiymaylik, 2 metr kafanga o'ralamizda. Qancha mashina minmaylik, avionni maqtab, gazini bosib, qancha maqtamaylik, bir kun minadigan mashinamiz tovut bo'lishini esdan chiqarmaylik. Tovutga minamiz, gazi yo'q, motori yo'q, baloni yo'q, signali ham yo'q, bosay desangiz. O'lik holatda ana shu mashinaning ustiga minishimizni unutmashimiz kerak. Shuning uchun qizlarni payg'ambarimiz kelinlar 4 narsasiga qarab uylanadi. Birinchi moliga, ikkinchi chiroyiga, uchinchi nasabiga, to'rtinchi diniga. Sen ey birodarim, dindorini tanla. Senga Alloh taolo dunyosini, chiroyini, mansabini beradi dedi. Agar sen dindorligini, taqvosini tanlamasang, unda boylik, mansab bir kun yo'q bo'ladi. Dini bo'lmasa, oxiratda xusron bo'ladi senga dedilar. Shuning uchun inshaalloh niyat qilaylik, kelin olsak taqvosini, turmushga chiqsak taqvosiga, turmush ayol olsak, uylansak taqvosiga, kuyov bolaga bersak taqvosiga. At-toyyibina lit-toyyibin deydi Alloh. At-toyyibatu lit-toyyibin. Toza ayollar toza erkaklarga, toza erkaklar toza ayollarga. Har bir inson yaxshi ayolli bo'lishni xohlaydi. Har bir ayol yaxshi kuyovli bo'lishni xohlaydi. Uning uchun nima qilish kerak ekan? Men yaxshi bo'lishim kerak ekan.